100 emas 200% uverin bo'lib aytaman, hali hech kim Instagramda bu brend kullerini bunaqa arzon narxda sotmagan. Xuddi shunaqa tipdagi kullerlarni o'rtacha 1,20 milliondan 1,5 milliongacha ham sotishyapti. Taxmin qilib turinglar, men bu narxini nech pulgacha ham tushira olaman. Kuller dizayni shunaqa akkuratli ko'rinishda, oq va qora ranglar bilan kombinirovat qilingan. Issiq suvni 85-95 gradusgacha isita oladi, sovuq suvni 10-15 gradusgacha muzlata oladi. Eshigiga ham shunaqa tekstura berilgan, past tarafi polkali, bo'sh stakanlarni taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Ba'zi bir saytlarda mashinik sotuvchilar savdo qiladi. Shunaqa saytga kirsanglar, kullerlar narxini arzon yozib qo'yadi, sizlarni qiziqtirib oladi. Kirasizlar, rasmini ko'rasizlar, narxini ko'rasizlar, 489 ming so'm. Yoqadi, opisiyaniyasini o'qiysizlar, cho'tka opisiya berilgan bo'ladi. Magaziniga borsanglar, ichkarida magazinda kuller emas, ventilator sotayotgan bo'ladi 489 ming so'mga. Bundan tashqari shunaqa saytlar ham uchrayapti. 690 ming so'm yozib qo'yapti, sotib olaman deb ichkariga kirsanglar, narxi sirazu 1,20 ming so'm bo'lib qolyapti. Hozir men bu kullerni narxini arzon aytsam, bozorda sotuvchilar buni ming xiyla qilib yomonlashga o'tadi. Ko'rishingiz mumkin, hamma kuller 10 gradusdan 95 gradusgacha. Bunisi ham xuddi shunaqa 10 gradusdan 90 gradusgacha isitib sovutadi. Bu kullerni bozor kelib qidirishni boshlasanglar, sotuvchilar bilan yomonlikda o'yinchoqni ko'rishingiz mumkin. 80 kiloli odamni bemalol ko'taryapti, o'yinchoq emas. Xuddi shunaqa kullerlarni o'rtacha 1,20 mingdan 1,5 milliongacha sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $59 qilib beraman. Bu aytilayotgan narxlar faqatgina bizning Instagram va Telegram obunachilarimiz uchun. Agar siz haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq podpisatsiyani bosib qo'ying.